O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Zamonlar qatlariga yashiringan eng qadimgi davr. Inson aqli ilk bor tabiat sirlarini anglay boshlagan, mehnat va ijodning dastlabki qadamlari qo'yilgan ulug' ibtido. O'rtoq, kunduzi ov qil. O'lja tirik bo'lsin. Naqsh bosimda. O'zbekiston hududida davlatchilik an'analari Markaziy Osiyoning eng qadimiy sivilizatsiyalaridan biri sifatida shakllangan bo'lib, uning ildizlari miloddan avvalgi 2000 yillikka borib taqaladi. Arxeologik topilmalar, yozma manbalar, xususan Avesto, Ahamoniylar davri bitiklari hamda Yunon Rim tarixchilari asarlari bu hududda erta davlat tuzilmalarining mavjudligini tasdiqlaydi. Ilk yozuvlar paydo bo'ldi. Oldi-sottining asosi bo'lgan tangalar zarb etildi. Bu davrda ibtidoiy jamoat tuzumidan patriarxal jamiyatga o'tish jarayoni yuz berdi. Dehqonchilik, hunarmandchilik va shahar madaniyatining rivojlanishi natijasida ilk siyosiy birliklar shakllandi. Qorishma tayyor. Qishlar kerak bo'lganda olaverasiz. Yaxshi, shu yerga qo'yib qo'ying. Shira naqti. Danarim xudra yasma shuta. Miloddan avvalgi 4000 yillikda Mesopotamiyada ilk yozuv namunalari vujudga kelib, inson xotirasi tosh, loy va qog'oz sahifalarida abadiy muhrlana boshladi. Keyinchalik san'atning boshqa yo'nalishlari ham shakllanish bosqichiga o'tdi. Davlatlar qabila ittifoqlari ko'rinishida bo'lganligi, hududiy boshqaruv tamoyillarining paydo bo'lishi, Suv, Baktriya, Xorazm kabi iqtisodiy markazlarning vujudga kelishi kabi xususiyatlarni o'zida aks ettirgan edi. Karvon yo'llari yana xavfsiz holatga keldi. Xuddi shunday taqsir. Soqchilar tongda qaytishdi, savdogarlar yo'lda. Amudaryo bo'yidagi qadimiy Termiz qal'asi asrlar davomida quyosh va qum bo'ronlariga bardosh berdi. Uning devorlari hamon savdo va hunarmandchilik markazi bo'lgan shaharni asrab kelmoqda. Unday bo'lsa, chegaralarimiz qon bilan emas, bitiklar bilan belgilansin. Shunda maqsadimizga yetamiz. Buni xaritaga tushiraman. Ha, yaxshi. Quyosh tikaga kelmasdan avval muhrlang. Qatqala qadimiy Xorazmning ilk o'rta asrlardagi sobiq poytaxti bo'lib, Urgan shahridan 21-25 kilometr shimoli-g'arbda, Shovot tumani hududida joylashgan tarixiy yodgorlik. Cho'l sarhadlarida qad rostlagan bu istehkom karvon yo'llarining eng muhim va xavfsiz manzili edi. Bugun bozorda odam juda ko'pmi? Boshqa safar. Rahmat. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Qatqala o'z davrida yaxshi rivojlangan shahar sifatida aholining yashashi, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullanishi uchun qulay shart-sharoitlarga ega bo'lgan. Xiroj barchadan teng o'lchovda yig'ilishi Buni ta'minlansa. zudlik bilan ijroga keltiramiz. Bu yerda u al-jabr va al-muqobala, ya'ni tiklash va Sharq muvozanat mutafakkirlarining bebaho asarlari g'arb olimlari tomonidan qunt bilan o'rganilib, tarjima qilindi. Aynan shu muqaddas bitiklar keyinchalik butun dunyo tamadduniga asos bo'ldi. Ahmad Yassaviy turkiy xalqlar ma'naviy hayotida chuqur iz qoldirgan allomadir. U islom axloqi va tasavvuf g'oyalarini xalqqa sodda va tushunarli turkiy tilda targ'ib Biz qildi. donishmand Ahmad Yassaviy bilan ham suhbat bo'lamiz. U bizga sabrni o'rgatadi. Safar boshlandi. Uning Devoni hikmat asari insonni halollik, sabr, mehr-oqibat va komillikka chorlovchi hikmatlarga boyligi bilan qadrlanadi. Yassaviy asos solgan Yassaviya tariqati Markaziy Osiyo va Turkiy dunyoda keng tarqalib, xalq ma'naviyatining yuksalishiga katta ta'sir Bu ko'rsatdi. yerda qutb yulduzini balandligi 75 daraja, ekvatorgacha bo'lgan masofada 2000 farsaxdan kam bo'lishi Unda kerak. yoy uzunligi radiusni beradi. 2 piga ko'paytirsak yerning aylanasi. 9-asrda Arab xalifaligida Al-Ma'mun xalifalik qilgan davrda ilm ma'rifat gullab yashnadi. Bag'dodda, so'ngra Damashqda astronomik rasadxonalar qurildi. Uning aytishicha dunyo mangu. Koinot ibtidosiz mavjuddir, shunday deb yozib qo'yaman. Burchak 43 darajada. Belgilang, mahkam ushlab turing. Yulduzlar sharqqa siljimoqda. 11-asrning boshlarida Xorazmda mashhur Ma'mun akademiyasi tashkil qilindi. Belgilarda olam tartibotining kaliti yashiringan. Men uni al-jabr, bo'laklarni tiklash deb atayman.
Noma'lumlik paydo bo'lganda uni belgilash lozim. Hech bir qadam shoshma-shosharlik bilan bosilmaydi. Noma'lum ma'lumga aylanib aniqlik yuzaga keladi. Bu aljabr 9-asrda yashab ijod qilgan buyuk qomusiy olim Muhammad al-Xorazmiy matematika, astronomiya va geografiya ilmlari taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Uning Aljabr val muqobala asari algebra fanining mustaqil ilm sifatida shakllanishiga asos bo'ldi. Olimning nomi bilan bog'liq algoritm tushunchasi bugungi kompyuter texnologiyalari va dasturlashning poydevori hisoblanadi. Sharq uyg'onish davrining yana bir buyuk allomalaridan biri Abu Ali ibn Sinodir. U nafaqat tabib, balki faylasuf va qomusiy olim sifatida jahon ilm fani tarixida o'chmas iz qoldirgan. Uning tibbiyotga bag'ishlagan Tib qonunlari asari qariyb 6 asr davomida Sharq va G'arb universitetlarida asosiy qo'llanma sifatida o'qitilgan. Abu Ali ibn Sino jahon ilm fani tarixida o'ziga xos maktab yaratgan buyuk qomusiy olim sifatida tanilgan. U inson anatomiyasi, dorishunoslik va kasalliklarning sabablarini ilmiy asosda o'rganib, tibbiyotni amaliyotga yaqinlashtirgan ilk mutafakkirlardan hisoblanadi. Ibn Sino inson salomatligi, kasalliklarni aniqlash va davolash usullari haqida ilmiy asoslangan qarashlarni ilgari surib, tibbiyot fanining rivojiga beqiyos hissa qo'shdi. Uning yuzlab asarlari ilm fanining turli sohalarini qamrab olgan noyob meros hisoblanadi. Bugungi kunda ham Ibn Sinoning ilmiy merosi jahonning nufuzli ilmiy va tibbiy markazlarida chuqur o'rganilib, zamonaviy tibbiyot va fan taraqqiyotida keng qo'llanib kelmoqda. Abu Rayhon, oy haqidagi kuzatishlaringiz va bitiklaringizni o'qib chiqdim. Va alaykum assalom Abu Ali. Bu davriylik bizdagi fasllar almashuvini aks ettirayotganga o'xshaydi. Mana bu qonuniyatga qarang. Og'ish burchagi 23 daraja. Hamon ko'tarilayotgan yulduz. Abu Rayhon Beruniy 10-11 asrlarda astronomiya, geografiya va matematika sohalarida beqiyos kashfiyotlar qilgan buyuk qomusiy olim bo'lib, ilmiy hisob-kitoblar orqali yer radiusini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Uning ilmiy merosi va tadqiqotlari bugungi kunda ham jahon ilm fani taraqqiyotining muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Uzatishlar a'lo darajada. Orbitaga chiqish darchasi 21 daqiqada ochiladi. Shu yerdan to'g'rilasa, keyingi aylanish butun qirg'oqni qamrab oladi. Davom eting. Barcha tafsilotlar. Uning nigohi u tasavvur qilganidan ham uzoqroqqa qaratilgan edi va biz hamon uning izidan bormoqdamiz. Abu Rayhon Beruniy qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar hamda Hindiston kabi asarlari orqali tarix, etnografiya va tabiiy fanlarga oid qimmatli ilmiy ma'lumotlarni jamlagan. Uning ilmiy yondashuvi kuzatuv, tajriba va hisob-kitobga asoslangan bo'lib, zamonaviy ilmiy metodologiyaning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Uning tadqiqotlarida yer shakli va o'lchamlarni aniqlashga doir hisob-kitoblar alohida o'rin tutib, bu ishlar o'z davri uchun noyob ilmiy yutuq hisoblangan. Beruniy zamonaviy fanning ilmiy asoslariga poydevor qo'ygan olimdir. Bugungi kunda Beruniyning ilmiy merosi geodeziya, astronomiya va tarixiy tadqiqotlarda jahon miqyosida keng o'rganilib kelinmoqda. Qaytarish va takrorlash mevasidir. Ikkinchi Renessans Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar sulolasi hukmronlik qilgan davrga to'g'ri keladi. Ana olg'a! Amir Temur buyuk sarkarda bo'lib, u markazlashgan davlat boshqaruvi va qat'iy harbiy intizomga asoslangan qudratli tizim yaratgan. Uning harbiy san'atida tezkor harakat, aniq rejalashtirish va strategiyaga tayanish ustuvor bo'lgan. Bugungi kunda zamonaviy armiyalar ham aynan shu tamoyillar, rejalashtirish, intizom, tezkorlik va muvofiqlashgan harakat prinsiplariga asoslanib faoliyat yuritadi. Shu bois Amir Temurning harbiy strategiyasi bugungi kun armiyasining muhim poydevoridir.
Har bir so'z nurdir, bolalarim. Uni qalb bilan yozing, aql bilan o'qing va amal bilan yodda tuting. Shu jumlaga tushunmay turibman. Bu hikmat degani, hikmat ilm va amalda haqiqatni topishdir. Tushundim, rahmat. Juda yaxshi. Endi shu iboradan keyin keladigan hukmni o'qing. Buxoro Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, u ilk o'rta asrlardan beri ilm, fan, madaniyat va savdo markazi sifatida mashhur bo'lgan. Biz yulduzlarga qarab xalqimizga qanday qilib to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rganamiz. Har bir yulduzda tartib va qat'iy o'lchov bor. Yulduzlar orasidagi masofani o'lchaymiz, qoidani, ya'ni asosni bilganimizda. Bu tomon uning og'ish burchagini ko'rsatib beradi. Mirzo Ulug'bek Samarqandda barpo etgan rasadxona o'z davrida dunyoning eng yirik astronomik markazlaridan biri bo'lib, unda osmon jismlari aniq kuzatuvlar va hisob-kitoblar asosida o'rganilgan. Bu ilmiy maktabda tuzilgan Ziji Kuragoni asarida minglab yulduzlarning koordinatalari ilmiy jadvallar ko'rinishida qayd etilgan. Bugungi kunda ham Ulug'bek asos solgan astronomik an'analar zamonaviy rasadxonalar va ilmiy markazlarda davom ettirilib, uning kuzatuv va hisob-kitobga tayangan ilmiy usullari jahon astronomiyasida muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Osmon qo'llarni boshqaradi, aql esa o'z yo'lini topadi. Koordinatalar 1 soniyagacha aniqlikda mos kelyapti. Asrlar o'tsa ham o'sha yulduzlar hamon bizga yo'l ko'rsatmoqda. Ikkinchi uyg'onish davri Temuriylar zamonida yuksak darajaga chiqqan madaniy yuksalish bo'lib, bu davrda miniatyura san'ati nafaqat kitob bezagi, balki ma'naviy va tarixiy voqelikni ifodalovchi badiiy maktabga aylandi. Xususan, Hirot miniatyura maktabi va buyuk musavvir Kamoliddin Behzod ijodi orqali tasviriy san'atda kompozitsiya, rang va inson ruhiyatini ifodalashda yangi bosqich shakllandi. Zamonaviy jamiyatda Kamoliddin Behzod ijodi tasviriy san'at maktablarida alohida ilmiy va amaliy yo'nalish sifatida o'rganilib kelmoqda. Bugungi kunda uning merosi muzeylar, ta'lim dasturlari va xalqaro ko'rgazmalar orqali tadqiq etilib, zamonaviy musavvirlar uchun ilhom manbai sifatida baholanmoqda. Samarqand ikkinchi uyg'onish davrida ilm, fan va me'morchilik markaziga aylanib, rasadxona, madrasalar va aniq fanlar rivoji bilan jahon ilm taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan. Buxoro islom ilmlari, madrasa ta'limi va savdo yo'llari orqali yanada rivojlanib, Markaziy Osiyoning muhim ma'naviy va madaniy markazlaridan biri sifatida o'z mavqeini saqlab qolgan. O'zbekiston hududida qadimdan turli davlatlar va sulolalar o'rtasidagi urushlar bo'lib kelgan. Jumladan, Qo'qon, Xiva va Buxoro xonliklari davrida hududiy ustunliklar va savdo yo'llari uchun ketgan qonli to'qnashuvlar, keyinchalik esa Rossiya imperiyasining Turkistonni bosib olishi bilan bog'liq harbiy harakatlar mintaqaning siyosiy xaritasini butunlay o'zgartirib yuborgan. Ikkinchi jahon urushi davrida millionlab o'zbekistonliklar frontga jalb etilgan. Respublika esa front ortida sanoat, oziq-ovqat va evakuatsiya markazi sifatida katta hissa qo'shgan. Bu davrda o'zbek ayollari tikuvchilik sexlari va fabrikalarda kecha-yu kunduz mehnat qilib, jangchilar uchun harbiy kiyim-bosh va zarur anjomlar tayyorlash orqali g'alabaga munosib hissa qo'shganlar. Shomahmudovlar oilasi o'z bag'riga turli millat farzandlarini olgan buyuk insoniylik namunasi. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda asosiy mehnat yuki ayollar zimmasiga tushib, ular og'ir sharoitda paxta dalalarida kecha-yu kunduz mehnat qilganlar. Oziq-ovqat va texnika tanqisligiga qaramay, ko'plab ayollar charchoq va kasallikdan egatlarida hushidan ketgan bo'lsa-da, front uchun zarur xomashyo yetishtirishni to'xtatmaganlar. Ikkinchi jahon urushi g'alaba bilan yakun topdi. Mashaqqatlar, qurbonliklar va sabr-toqat ortidan xalqimiz orzu qilgan hurlik tongi otdi.
Osmonda porlagan salyutlar esa asrlar davomida kutilgan mustaqillikning shodlik sadolari bo'lib jarangladi. Juda ham go'zal. Oyi, qarang, yana otildi. Ko'rdim bolam, juda chiroyli. Hammamiz birga kuzatayotganimiz ajoyib. Mustaqillik yillarida O'zbekiston hayotining barcha sohalarida keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirildi. Davlat boshqaruvi va qonunchilik tizimi yangilanib, milliy davlatchilik asoslari yaratildi. Iqtisodiyotda bozor munosabatlariga o'tish orqali yangi korxonalar, zamonaviy infratuzilma va ish o'rinlari shakllandi. Ilm-fan, ta'lim, madaniyat va ma'naviyat sohalarida milliy qadriyatlarni tiklash hamda yosh avlod uchun keng imkoniyatlar yaratishga ahamiyat qaratildi. O'zbekistonga xush kelibsiz. Qani, bu yoqqa. Marhamat. Ha, juda ham go'zal ekan. Suratga olishni boshlashni Ajoyib. sabrsizlik bilan kutyapman. Ana bu yorug'likka qarang. Chiroyliligini qarang. Ha, Shu siz ham juda go'zal ekan. Ha, tasavvur qilganimdan ham ulug'vor. ajoyib. Qani, marhamat. keyingi Chiqishingiz manzilga. mumkin. Kelib qolinglar. Kulamiz. Tabassum qiling. Uchinchi Renessans poydevori qo'yilayotgan yangi O'zbekistonda zamonaviy shaharlar, yangi turar joy majmualari va baland binolar mamlakat taraqqiyotining yangi qiyofasini namoyon etmoqda. Yangi Toshkent shahri loyihasi xalqaro standartlarga mos infratuzilma va yashil hududlar kelajak avlod uchun mutlaqo yangi muhit yaratishga xizmat qilmoqda. Samarqandda barpo etilgan Imom Buxoriy majmuasi, shuningdek Xiva, Buxoro va Shahrisabzda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari milliy meros va zamonaviy taraqqiyot uyg'unligining yorqin namunasidir. Simmetriyaga qarang, shunchaki aql bovar qilmaydi. Suv yo'lagi diqqatingizni to'ppa-to'g'ri masjidga tortadi. Bu juda go'zal. Bu qismida eski shahar devorlari Bularning ko'rsatilgan. barchasi qanday qilib bir-biriga uyg'unlashib ketgan? Qoyil. U juda ulkan. Ha, Juda chiroyli kulib turibsizlar. O'zbekiston sportchilari Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari, jahon va qit'a chempionatlarida qo'lga kiritayotgan yutuqlari bilan mamlakat bayrog'ini butun dunyo maydonlarida yuksaklarga ko'tarmoqdalar. endi uyga qaytsak bo'ladimi? Ha, deyarli yetib keldik. Ilm-fan, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va innovatsion loyihalarga berilayotgan yuksak e'tibor yangi O'zbekistonning kelajagini bilim va tafakkurga tayangan taraqqiyot mamlakati sifatida shakllantirmoqda. Qadimiy shahrimizning markaziga xush kelibsiz. Xuddi mo'jizaga o'xshaydi. Xudo xohlasa soppa sog'siz. Buyuk ajdodlarimiz Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiylar boshlab bergan ilm va ma'rifat an'analari bugun yoshlarimiz tomonidan zamonaviy ilm-fan, texnologiya va kashfiyotlar orqali munosib davom ettirilmoqda. Mana bu ko'rib turganingiz qadimiy hunarmandchilikning bir ko'rinishi. Grafik barqarorlashdi. Xulosa chiqarish ishga tushdi. Model aniqligi qanday? 92%. Ko'rsatkich yuqorilamoqda. Yaxshi. Ushbu belgilarda tartib qoida kaliti yashiringan va ishonch shakllanadi. Bu algoritmlar san'atidir. O'qitish sikli davom etyapti.
Qaragin, los grafigi endi ancha tekis tushyapti. Ha, Lorning reytni o'zgartirgandan keyin tezroq moslashdi. 0.2 yangi vazirlarni yuklayapti. Ajoyib. Agar sensor ma'lumotlarini so'nggi qismini kiritsak, robot qo'l harakatini tekisroq bajaradi. Kontrollerni qayta kompilyatsiya qilaman va ishga tushirishga navbatga qo'yaman. Yaxshi, validatsiyani tekshiramiz. Aniqlik oshyapti, hatto 98. Aniqlik 98%. Yaxshi, ishlashda davom etsin. Asrlar birgalikda nafas olmoqda. Bilim bir butun ipni qoldiradi. Uning qo'lidagi siyohdan tortib to nur qadar. Men tasavvur qilgan narsamizni olaman va uni sinab ko'raman. Isbotlayman, takomillashtiraman. Har bir hujayra, har bir ma'lumot xalqimiz ishonishi mumkin bo'lgan yechimlar sari bir qadam. Sokinlik baxsh etuvchi gullar sabr bilan yanchilganda o'z sirlarini ochadi. Ehtiyotkorlik bilan aralashtirilsa, ular Kecha egatlarda to'kilgan ter, frontlarda to'kilgan qon va ajdodlar qoldirgan buyuk meros bugun yangi O'zbekistonning qudratiga aylandi. Endi bu zaminning kelajagini 3-renessans ruhida kamol topayotgan yoshlar barpo etadi. Ilm-fan oldinga intilmoqda. Sokin qo'llar dadil kashfiyotlarni shakllantirmoqda. Toza laboratoriyalarda g'oyalar innovatsiyalarga aylanadi. Muhandislar aniqlik bilan bunyod etishadi. Aynan yengil kompozitlar Va modulli quvvat bloki yordamida parvoz vaqtini 2 barobar oshirgan holda energiya sarfini qariyb 40% ga qisqartirdik. Xo'sh, quvvatni yo'qing. Bu kelajak. Voyil, bizga qarang.